Bugun 24 soat mana shu chiziqdan chiqmasdan tikka oyoqda uxlamasdan turishga urinib ko'raman. Vaqtimiz boshlandi. Olimlarning aytishicha bo'yicha inson kuniga 8 soat vaqtini o'tirib o'tkazar ekan va katta ehtimol bilan siz ham hozir o'tiribsiz. Va men hozir qanchalik inson bitta joyda tikka turib chiday olishini o'zimda sinab ko'raman. Xo'p, bitta faqat muammo tualetda nima qilamiz? Hali o'ylaganimizga. Daraxt sug'ordi. Oo, daraxt. Ozuqa bo'ladi daraxtga. Birinchi soat qiyinchiliksiz o'tdi. Bo'ldi. Nima qilishni bilaman. Yurgan yo'qlik yuradigan joyi yo'q. Taassurotli. Zerikib ketdim. Menga u narsa o'ynashga olib kelib beringlar, davay. Hatto bitta muzika bo'lsin, 1 soat keyin 1 soatga bering. Bitta muzika yozibdi. Mencha o'zim ko'radigan har xil poznavательный narsa o'rganing, 24 soat bekor ketmasin. Yo'q beringlar. Yo'q, real mana akkauntimni qilmanglar. Odam o'zini boshqara olmasa, Nima bu? mansab odam qut qilib qo'ygan. O'zbekcha seriallarga o'tdinglarmi? Real. Bu nima bu? O'chiring iltimos. Bu qiynalsin ketdi. Iltimos, buni qoldiringlar. Buni bilan qoldiring. Ajab Evronews qo'yib beringlar. Ketdim. Rostdan qiynalolman. Mashina ko'tarib tursangiz, Ovozini o'chirib qo'yamiz. Yo'q, bo'pti, shuni ko'zatib turaman. Ovozi o'chadi. Video tugaguncha ovozi o'chadi. Bering, boshqa variant yo'q. Ketdi. Ketdi. bag'izga chiqamiz. Nima bular? Nima qo'yib berdinglar menga? Stul kerakmi, kerak emasmi? Xo'p, qarang, ko'tarib turaman. Yo'q bo'ldi. Isom aka videoga ancha qiziq qoldimi? Voy, men ahvolni. Shuni odamlar ko'radimi, ay? Yo'q, siz ham ko'ryapsiz, indamasdan. Ikkita variantingiz bor. Ha, yo'q. Degandan keyin xohlaganimni ko'raman. Chayib qiling. Ovozini o'chiramiz. O'lik yomog'ir ekan. Yomog'ir ekan. Olinglar, yo'q-ey, vashshi. Ne boshiga oldinglar, inchesini. Qanaqa kunlarga boshim qo'yapti meni, boshim qo'yapti. Trash contentdan keyin o'zim xohlagan videolarni ko'rib vaqt o'tkazdim. Tabriklayman, 2 soat bo'ldi. Fas. O'tirib yeng. Adirab sekin yeyman. Vaqt ko'proq o'tadi. Men ham bitta rohat olaman, vaqt ham ko'p o'tadi. Ya'ni suv olib berib yuboring. Yo'q. Yeb oldingizmi? Suv ichmaysizmi? Qotib. Oling. Bo'ldi, ko'p ichorsam ham keyin. Hojat. Turuz olaymanmi yo'qmi? Yo'q. Challenge boshlaganimga 5 soat o'tdi. Oyoq shunaqangi qaltirashni boshlayapti va o'zim bunda uqalab turibman. Oradan 5 soat o'tgandan keyin oyog'im endi og'rishni boshladi. Bugun mana men bu daraxt oldida suyanib uxlasam kerak. Ko'ramiz, tunni qanaqa o'tkazaman hali bilmayman. Oyoq yig'layapti. Isom aka jonim. Ham shab turing. Vajohatli o'tlar. Xudo minsiz 19 soat. Sindiramiz. Oradan 6 soat o'tdi. Yana atigi 18 soat qoldi. Yana Mana xuddi shuncha qiynalganimni. kvadratiy ham emasda, kvadratiy v kubi ham emasda. V kubidan kam. Короче, men matematik bilimlarimni boshqasiga ko'rsatmayman. Yuzimda baxt, ichimda dard. Bo'pti, mana endi ketib qarang. Men bundoq qilaman deb time lapse ko'rasizlar. 6 soat yomon ta'sir qilyapti. Zerikib ketdim-ku. Men bundoq qilaman. Shu qolmayapti oyog'imda, mana o'qib qolman. Da kallada kim ko'p qilish. Voy! Men chiqolmayman. Hozir yomg'ir tomchilayapti va pagodani aytishi bo'yicha soat 19:20-21 da 20% yomg'ir yog'ish shansi bor ekan va ertalab soat 8, 9, 10 eng qiyin paytlarda yana yomg'ir beryapti. Tepamga bu narsa sarlab bermaysizlarmi? Bo'pti, mana challengeimiz ofitsialni tugadi. Yomg'irganda-chi mana bunaqa stoykada turibman. Mana bunaqa stoykada turibman. Mana bundoq qilib, mana bundoq stoykada turibman. Mana bundoq turibman. Shunchaki vaqt tez o'tib ketishini xohlaman. Oyoqlarim bor. Mana bunaqa shaq ichkaridan bo'lib qolgan. Mashlarimga bitta massajistka top bersanglar, yo demasdim. Voy, tekin show. Mana bitta zerikmasligim uchun, mana bitta 3-chi qarg'a. Mana bu to'y qilyaptimmi? Sholg'om ertaklari o'tibdi. Isom aka chiqasamiz. Shuni men yo'ruqda oyog'im. Voy. Yotib bo'ladi. Mashdan chiqsangiz $100 beraman. Yo'q. Pul olmadilarmi?
5 sekund vaqtingiz bor. 4, 3. Mafiyamiz olmaydi. Qiladingiz. Men bitta qiynalib to'rtburchakning ichida turibman-da, lekin men bu yerda xuddi bir sirk tomosha qilgani kelganda o'tirib olishga nima bor-ey. Osmonliklar oshib keldingizmi? Okay. Mafiyamizga qo'shiling. Xonamizga qo'shiling. Nima deylardi anu? Tomir tortish. O'tiring. O'tirmam bo'lmaydi. Bizda hali yana 16 soat 10 minut 13 sekund bor ekan. Oppo, 16 soat nima qilaman? Oyog'im og'ri, charchaganim yetishmagandek yomg'ir shirillatib yog'ishni boshladi. Уже boshqa chidamaydigandek ko'rinyapti. Oyoqlarim ham уже umuman kuch qolmayapti. Oyog'imni sezmayapman, уже qanaqa turaman. Hali yarimiga ham kelmadim. 10 soat tikka oyoqda yomg'irda turgandan keyin kuchim borgan sari kamayib, oyog'im uvishib keturdi. 3-yomg'irda qolib ketdim. Ahvol juda ham dabdala. Oyog'imda men bu gazon suv bo'lgani uchun zax o'tib ketyapti. 12 soat bir amallab turdim. Endi yana xuddi shuncha chidashim kerak. Faqat endi og'riq, charchoq va uxlash xohishi bilan. 12 soatdan beri turibman. Portladimi? Bum. 12 soatda test. Qanchalik? Hali ham Xullas, o'g'onimga tega olmaymanmi yo'qmi? Yeyolmaymanmi? Yo'q, tegolmaysiz. Mafiyamiz любой narsaga tegadi. Video tugaydi hozir. Tugadi video. Mafiyamiz любой narsaga tegadi. Oyog'ingiz yerga tegsa videoni tugatamiz. Mafiyamiz. Voy. Nima dedim? Umuman trubaga tegolmaymanmi? Turganimga 14 soat o'tgandan keyin esa ichimdagi suyaklarni yonmoq his qilishni boshladim. Men o'ylayapman-da, 24 soat hayot bo'ldi. Mushi meni zerikib qolmasligim uchun meni kelib berdi. Men muzikasini chalib turman, bu ashulasini aytib turibdi. Yoqdimmi? Yo'q. Turishimga 15 soat deganda birinchi marta silofanli hojatga kirdim. Topib oldingizmi? Bo'ldi. Soat effekti mata. Kimdir kelyapti. Yoping, qimirlamay tursan, bilmayman deb o'ylaysiz. Oyog'ingiz ko'rinyapti deb. Wow. Ikkinchi jon kirdi menga. Уже umuman o'yin, kulgu hammasi уже orqada qoldi va men bu yerda ayniqsa mana bu odamni mazza qilib mamlaqa udobstvoli qilib olib o'tirganini ko'rish shunaqangi azob beryapti menga. Soat kechki 2 bo'lganda bitta tak kuchsiz o'tirgan holatimizda amba anaqali ishlab ketdi. Kiyimimni dabdalasi chiqyapti endi. Ishqilib shamollasam dedi. Inson fiziologiyasi bunga umuman moslashmaganligi sababli har bir turayotgan sekund uchun ichimdan nereal azob chekib, chidab turganimni kamera orqali yetkazib berish qiyin. Nima ashtim yomon og'riyapti bori. Voy, rostdan ham lekin har bitta sekund uchun yomon qattiq kurashyapman bori. Ko'zimgacha ko'p gallyutsinatsiyalar ko'ryapti. Uzoq orqalada, misol uchun omonti daraxtda, andoqda. Qo'yapti kimdir. Obbo. Shamol yetishmay turdi. 18 soatda ahvolim juda yomonlashdi. Hech qanaqa energiyasiz oyoqda og'riq bilan yana 6 soat turishim kerak. Chidash yomon qiyin bo'lyapti. Mana shu oyog'im bor. Voy, bilmayman qanaqa turibman. Shunaqangi og'riyapti, chida bo'lmayapti. Men bu massaj qilyapman-ku, ham bir vaqtda og'riyapti, ham shu og'riqni yo'qotdi. Har bir sekund xuddi 1 soatdek qiynab sekin o'tdi. Mushaklarimni uqalamasdan turishning iloji yo'q edi. Qon aylanishim ancha sustlashganligini sezdim. Lekin mana shu hayotimdagi eng uzoq va eng og'ir 24 soati bo'lyapti. Kutib yashayapman. Tezroq shu 24 soatim o'tib ketishini kutib. Bir amallab tunda bir o'zim yomg'ir va sovuq shamol bilan 21 soatgacha tikka turdim. Soat 7 bo'ldi va hozir hayotimdagi
eng qiyin 21 soat orqada qoldi va hozir yana undan ham qiyinroq 3 soatini chidashim kerak. Bilmayman hozir qanaqa turib beraman. Ahvol mana bunaqa 2 soatdan beri va umuman challenge oxirigacha yomg'ir tinmas ekan. Hozir xuddi egilib qolganman, sababi men bu orqa belim suyaklari qotib qolgan. Hayotimda hali hech qachon bunchalik davomiy va og'ir qiyinchilik ko'rmaganman. Shunaqa qiynalib ketdim, yana 40 minut chidash qoldi. Bunaqa tajribalarni o'zimda o'tkazishdan eng asosiy maqsadim irodamni kuchaytirish va inson aslida qanaqa qiyinchiliklarga chiday olishini ko'rsatib berish. Bunaqa 24 soatlik uzluksiz azobdan keyin hayotda ancha muncha qiyinchiliklar endi menga osondek tuyuladi. Bo'ldi, shu bilan 24 soat tikka turdim men. Hammaga xayr. Boshqa o'zim buni qiynamasligim uchun hoziroq like bosib qo'ying. 100 mingta like yig'ishimiz kerak.